1080 ot kuchi va atiga 29 dona ishlab chiqarilgan. Bu yangi yo'ldagi eng aqlli giperkar Lamborghini Fenomeno. Ushbu mashinaning orqa qismidagi qaychi shaklidagi faol qanot bu shunchaki bezak emas. Bu aqlli aerodinamikaning asari. U har bir soniyada o'nlab marta avtomobilning holatini, shamol tezligini va yo'l yuzasini hisoblab, o'z shaklini o'zgartiradi. Maqsad maksimal yopishish kuchini yoki minimal havo qarshiligini yaratish. Bu qanot bo'lmasa Fenomeno hech qachon 350 km/soatga chiqa olmas edi. Aynan shu uning giperkar ekanligining yana bir isboti. Lekin uning sehrli kuchi faqat tashqarida emas. Saloniga kirganingizda siz boshqaruvchi pilotga, ya'ni uchuvchiga aylanasiz. Oldingizda 3 ta raqamli ekran, lekin ularning orqasida poyga avtomobilining butun miyasi yashiringan. 6D sensor deb ataladigan tizim avtomobil atrofidagi fazoni 6 yo'nalishda, oldinga, orqaga, yonlarga, shuningdek burilish, qiyshaysh va og'och burchaklarini skanerlaydi. Bu esa Fenomenoga har bir burilishni ideal bajarish va hatto eng xavfli yo'l sharoitida ham to'liq nazoratni saqlab qolish imkonini beradi. Va eng muhimi, bu mashinaning yuragi. U yerda faqat bitta dvigatel emas, balki 4 ta mustaqil motor ishlaydi. Oldida 2 ta elektromotor, har biri 150 ot kuchiga ega. Orqada dunyodagi eng kuchli 6,5 litrli va 12 atmosferali dvigatel. Uning quvvati 835 ot kuchi va unga yana bitta elektromotor yordam beradi. Ularning barchasining umumiy quvvati 1080 ot kuchi. Bu butun Lamborghini tarixidagi eng kuchli dvigatellar sirasiga kiradi. 0 dan 100 gacha atiga 2,4 soniyada chiqadi. Bu odamning bir marta ko'z qisish va ochish uchun ketadigan vaqt. Fenomeno nafaqat yangi model, balki Lamborghinining afsonaviy cheklangan giperkarlari qatorining munosib davomchisi hisoblanadi. 2007-yildagi Reventon, 2010-yildagi Sesto Elemento, 2013-yildagi Veneno, 2016-yildagi Centenario, 2019-yildagi Sian va 2021-yildagi Countach kabi avlodlarning vorisidir. U yangi Real to Design asosida yaratilgan, ammo undan butunlay farq qiladi. Deyarli barcha tashqi panellar yangi, shasse poyga avtomobillarga o'xshab sozlangan, batareya quvvati 2 baravar oshirilgan va umumiy quvvat 65 ot kuchiga oshirilgan. Lekin Fenomeno nafaqat tezlik uchun mo'ljallangan. Bu san'at asari. Atiga 29 dona cheklangan nusxada ishlab chiqarilgan. Uning har bir paneli, har bir chizig'i, hatto har bir havo kanali 3D printerda maxsus chop etilgan. Narxi rasman oshkor etilmagan, ammo ma'lumotlarga ko'ra har bir mashina kamida 3 million yevro turadi. Bu avtomobilsozlikning kelajagi. Shunday qilib, Fenomeno bu nafaqat avtomobil, bu aerodinamikaning sehrli quroli, sun'iy intellekt bilan boshqariladigan poyga shassisi va 1080 ot kuchiga ega bo'lgan yo'ldagi raketa. Va agar siz uni yo'lda ko'rganingizda bilishingiz kerak, siz nafaqat boylik, balki texnologiya va dizaynning eng yuqori cho'qqisiga qarab turibsiz. Bu giperkar, bu Lamborghini, bu Fenomeno.